Sharq Turkistondagi Xitoy zulmini dunyoga anglatish uchun faoliyat elib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi Istanbulda muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultiyi bosh kotibi doktor Erkin Ahmad va Dunyo Uyg'ur qurultiyi muavin raisi doktor Erkin Akram Sharq Turkistondagi ochiq reallik haqida muxbirlarga ma'lumot berdi. Doktor Erkin Ahmad Turkiyaning Sharq Turkiston davosining markazi bo'lganligini ta'kidlab bundoq dedi. Türkiye 1998 yılgacha Sharq Turkiston davosining markazi edi. Keyin turli cheklamalar sababli Turkiyadan Yevropaga, Germaniyaga ko'chdik. Sharq Turkiston xalqiga xalqaro sahnada vakillik qilish va zulmni anglatish uchun 1999-yili Dunyo Uyg'ur qurultiyi nomida qurildik. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Yevropa parlamenti qatorliqlar bizni bir ommaviy tashkilot deb taniydi. Türkiye'de tunuluş ve Sharq Turkistondagi zulmlarni anglatish uchun bu yig'inni o'tkazdik. Yig'inda sin hujjatlari orqali yig'ilish lagerlari va Xitoyning islomga qaratgan dafsandichiliklari haqida ma'lumot bergan Hacettepe Universiteti o'qituvchisi doktor Erkin Akram musulmonlarning Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lmasligi bizni azoblamoqda. 23 g'arb davlati bizni qo'lladi, lekin ularning orasida bir musulmon davlat yo'q dedi. 2017 yıldan bu yan başlanğan keng ko'lamli tutqunda yig'ilish lagerlari yoki turmalarga qamalgan oilalarning egicha qiz farzandlari Yesli nomidagi balalar lagerda tutib turilmoqda. Ommaviy taratqularda diqqat tortgan yangi uchurlarga asoslanganda Sharq Turkistondagi bir boshlang'ich maktabning o'quvchilari Xitoyning Guangxi o'lkasi Bexay shahriga avatilgan. Telefon kamerasi bilan tartilgan sin ko'rinishida 10 yoshlardagi 50 dak Uyg'ur o'g'il qizning chamadan va somkalari bilan safarga tayyorlanganligi ko'rsatilgan bo'lib, bu yaning turpan ekanligi faraz qilinmoqda. Yangi tipli koronavirusi Xitoyni sarosimga selayotgan bir paytda Uyg'ur o'quvchilarining kollektiv safarga chiqarilishi andish qo'zg'adi. Shuning bilan birga Bexay shahrida hozirgacha koronavirusi bilan yuqumlanganlar soni 39 ga chiqqanligi, 106 kishining kuzatish ostida turayotganligi ma'lum. Xitoyda Wuhan virusi sababli o'lganlar soni kun sayin oshmoqda. Xitoyda bir kun ichida 242 kishining o'lganligi bildirildi. Xitoy Davlat Səhiyyə Komitetining e'lon qilishicha, koronavirusi bilan o'lganlar soni 1381 ga yetgan bo'lib, Hong Kongda bir kishi o'lgan. Xitoy miqyosida virus bilan yuqumlanuvchilar soni 63851 ga chiqqan. Navbatda 177974 kishi kuzatish ostida. Tunji bo'lib o'tgan yil 12-oyda Wuhan shahrida o'ttirg'i chiqqan bu o'pka yallig'i virusi qisqa vaqt ichida boshqa shahar va davlatlarga tarqalishga boshladi. Dunyo Səhiyyə Təşkilatı bu haqda ciddi holat e'lon qilgan edi. Amerika Adliya Ministerligi Xitoy telegraf şirkati Huawei'ni aldamchilik va tahdid orqali savdo maxfiyatligini o'g'irlash bilan aybladi. Amerika Adliya Ministerligi Huawei şirkati va amerikalik ishchi hamkorlashuvchisi haqida savdo maxfiyatligini o'g'irlashga aloqador yangi ikki turlik ayblash qarori chiqardi. Amerika Adliya Ministerligi e'lon qilgan bayonotda Amerika, Yevropa Ittifoqi va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining embargo qaroriga qarshi holda Huawei va hamkorlashuvchilarining Eron va Shimoliy Koreyada faoliyat olib borganligi va texnik turlarga qatnashganligi tilga ilingan. Bu haqda Huawei şirkati 2009-yili Eronda o'tkazilgan namoyishlar jarayonida hukumatning istixborot maqsadida nazorat qilishga yordam berish bilan ayblangan. yili 1-oyning yaqinqi 141 yildan buyangi eng issiq yanvar oyi ekanligi bildirildi. Davlat okean va atmosfera idorasi e'lon qilgan bayonotda 141 yildan buyangi xotirlarga asoslanganda quruqliq va dengizda 20-asrda o'ttircha 12 Selsiya gradus bo'lgan temperaturaning bu yil 1-oyda 1,14 gradus yuqorilganligi o'tirg'i qo'yilgan.
2020 yılı 1. ay arqama-arqa o'ttirish temperatura oshgan 44. ay bo'lgan bo'lib, buningga asosan dunyoning kundan kuniga isib ketayotganligi ta'kidlangan.